ayolni bergan narsangiz hammasi ayolingiz uchun bergan narsangiz sadaqa. Agar niyat to'g'ri bo'lsa. Bir erkak kishi mana shu pulni berib qo'ysam menga itoatliroq bo'ladi. Mana shu pulni berib qo'ysam menga quloq soladi. Mana shu pulni berib qo'ysam o'zgarib qoladi emas. Mana shu pulni bersam Alloh yo'lida sadaqa bo'ladi deb bersa, ana shu ayol uchun bergani sadaqadir. Bitta ko'chadagi ehtiyojliga bergani kabi. Chunki ayol otasidan, onasidan, akasidan, boyligi hamma narsasidan kechib, yolg'iz o'zi erning himoyasiga o'tadi. Allohning oldida er nima deydi? Men uni yediraman, ichiraman, boqaman deb oladi va uni ustiga xafa qilmayman deb oladi. U Allohning oldidan bitta narsani sotib olsangiz, Allohning oldiga boring, qarang, hayotingizni tasavvur qilasizmi? Allohning oldiga borib, "Ey Robbim Allohim, mana shuni sendan olyapman, xafa qilmayman Robbim, o'ksitmayman. Yomon ko'rib qolsam ham sendan olganim uchun men adolat qilaman" deb turib olib keladi uni. Ayol mana shundaydir. Buni bitta inson yaxshilab o'ylab ko'rsa, ayoliga zulm qila olmaydi. Ona ham bolasiga zulm qila olmaydi. Nimaga desa, bu Allohning omonati-yu deydi. Erni omonati ayol bo'lsa, ayolni omonati er bilan boladir. Bola bilan ayolga yaxshi munosabat qilmaydigan erkakni oxirati va xoir bo'lishi qiyin. Nimaga desangiz, u Allohdan shunday to'g'rima-to'g'ri olib keladi. Nikoh qanaqa qiladi? Alloh o'sha yerda shohid bo'ladi. Birinchi nikoh kechasi Allohning nazari tushadi ularga. Bu Allohning oldidan olib kelgan omonati bo'ladi-da uni. Ayollar xuddi shunaqa. Erni Allohning oldida o'sha itoatini boshqasini so'raydi. Shuning uchun bitta ayolni eriga itoatsizligini ko'rsiz yoki erni ayolni tinimsiz xafa qilishini ko'rsiz, ularning oxiratida muammo chiqishi katta bo'ladi.